Bugunmi davomliq aytgan qo'pib arzuyim uchun tirishgan bir kun boshda qo'soqni to'xlatib o'g'inish qildi deb tomoq yeyotimiz. Tomoqni yeb bo'lib sinib kirsam ishki savodishim kirib qopti. Bugun vaqtroq chiqib qopganman. Bugun yana davomliq mash Putunga kitob o'qiyman. Kitobni o'qib 1-soat darsga mangdoq. Hozir shiyanchilik darsdi. Shiyanchiligim kirsam jiq savodashlarim kirib qopti. Ularni videoga elib mushtaq quvvatime ulan bek malsish birdi. Bir-birisidan kelishgan, bir-birisidan umaq savodashlarim bor. Miyad malsishim jiqroq qilib qo'ydim. Miyad yeni videoni tataydsam savodishim unmay, meni tatma, meni yuzim chiqib ketdi deb turvaldi. Masat dersim behsat yaxşandı men malim degan nas karamat çın yaxşı sözlep berdi. Bu dersmi şundaq ishtik oyoqlashdi. Hoziramiz sinfga mangdoq. Miyat soatchib o'zi shipin tatib chiqdi. Bu shipingimi tarasdan chiqib berdim. Oddilam. Birdanda tanabs vaqtim tushibdi. 2-soat darsni boshlab ketdik. Mash adabiyot darsim bek amrahmanan xonim degan behsat jonliq so'zlab birdi chiqib. Bu 2 soat birdamda tutib ketdi. Tushdan keyingi darsim tukkanda hozir oshxonaga mangdoq. Tomoqni yeb og'aynam yeni sopin tatib berganman. Men og'aynamning qalbiga qo'rqoq chiqib qopdi-ku. Mash sopinni tatili deb mazroq sopinni men tatib hozir mushta xushallik ichida yana sinib qarab yenib mangdoq. Ishqib kunlarimiz bak xushal o'tyapti ishqib. Mash og'aynamning bo'g'indimi ishqib. Men bak xushal, bu bak xushal ishqib. Yotoq kirsam bir og'aynam chini qildiribdi. Yana bir og'aynam kiribdi, shipin yeb qo'ysam meni tatma deb turvaldi. Yotoqda aramni yeb bo'lib, yana sinib mangdoq. Sinab kirib yana video olishni boshlab ketdim. Men savodashlarim mushtaq ep qo'ymay, ishqib bu savodashlarim bak masish birdi menga. Hay, tushdan keyingi vaqtning hamisidan mash darsni o'tdi bizga. Bu saat shundaq ko'ngilli kichida o'tdi. Ma'lum rasm chizinglarda varaq bayanti rasmlarni sizib mushtaq qildik. Rasm siz bo'lganki ma'lum uy o'ynayli debdi, yana bir o'yinni o'ynashga boshlab ketdik. Bu o'yinda shu ma'lum 3 tal rasm tanlaysizlar. Rasmlarni tanlab bo'lganki men sizga mash rasmning ma'nosini tushuntirib qo'ymay debdi. 3 tal talg'a rasmning ma'nosini tushuntirib qo'yatdi hozir. Ishqib bak yaxshi so'zlab berdi mash ma'lum. Men bak xush bo'ldim ishqib. Daha şu hayatı işqib behsat payzultgachimo lekin bu 4 soat shundaq ishni kutibdi. Hozir tomoq yegilmandim. Tomoqni yeb kirib yana ballag'a mash bizning Kayfu markazga fandiye bilan miyamoni mushtaq tushuntirib qo'yatman. Mushtaq ko'rganingizda do'stlar, qo'rqmay zishon qilsangiz bo'ldi. Pifu van tijoratdan sizlar Anskin va bizning Shammo jihatidan sizlar men sizga shundaq inishki to'g'risida tushunib bersam bo'ldi. Hamsa bugungi videomi misal axlasun. Men mash izchil qo'llab ko'rgan barliq do'stlarimga ko'p rahmat. Sizlarning ishlaringiz o'ngishli, tiningizning salomat bo'lib ketishini umid qilaman. Hamsa xayr xo'sh, keyingi san ko'rishaylik.